berasiz, haqdorga, beva bechoraga, miskinga, xalqimizga olib borib pulingiz bilan topshirasiz. Ana undan keyin boyligingiz joyida turadi. Ana undan keyin mol mulkingiz, pulingiz karrasiga ko'payadi. Puli 100 millionga yetganlar, tijoratchilar, savdogarlar, mol qo'yi borlar, ziroatchilar, dehqon, bog'bonlar va umuman savdo tijorat bilan shug'ullanib ortiqcha mablag' yig'ib qo'ygan va qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar 100 million ortiqcha mablag'i bor bo'lgan insonlar. Diqqat bilan eshiting. Agar mol mulkim kuyib ketmasin, tijoratim bardavom bo'lsin, kasod bo'lmay, bankrot bo'lmay va mol dunyoyim karrasiga ko'paysin desangiz, molingizda, pulingizda, boyligingizda haqqi bo'lgan miskinlar, beva bechoralar, faqirlar kabi haqdorlarning haqlarini o'z vaqtida ado qilib qo'ying. Bu esa zakot deyiladi. Nima? Endi peshona terim bilan qiynalib, halol mehnat bilan topgan pulimni indamay bitta miskin bechora bevaga berib yuraveramanmi deydiganlar. Agar bu pulni, ya'ni ularning haqqini o'z vaqtida bir yilda bir marta chiqarib o'z egalariga, haqdorlarga bermasangiz, albatta bu pul sizdan qaysi yo'l bilan bo'lmasin chiqib ketadi. Berasiz, haqdorga, beva bechoraga, miskinga, xalqimizga olib borib qo'lingiz bilan topshirasiz yoki vakilingiz orqalimi farqi yo'q. Haqqini ado qilasiz, ana undan keyin boyligingiz joyida turadi, ana undan keyin mol mulkingiz, pulingiz karrasiga ko'payadi. Agar qanday hisoblashni, qanday chiqarishni, ya'ni zakotning hisob kitobini ilmini bilmasangiz, men sizga ikkita yo'lini o'rgatib qo'yaman. Birinchisi, 1171 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'atining ulamolari sizga zakot haqida batafsil ma'lumot beradi va zakotingizni qanday hisoblashni o'rgatib qo'yishadi. Ikkinchi yo'li, zakotim.uz saytiga kirasiz va saytda zakot hisoblagich kalkulyatori orqali batafsil, bafurja, xotirjam holatda mol mulkingizni hammasini hisob kitob qilib, qancha miqdorda zakot chiqarish kerakligini bilib olasiz. Unutmang, ustozlarimiz aytishgan, agar bir insonga berilgan boylikdan beva bechora haqdorlarning haqqi chiqarilmasa, u boylik egasiga foyda bermaydi. Aksincha, zarariga, ziyoniga, musibatlariga sabab bo'lib qolishi mumkin degan. Barchalaringizni xalqimiz, vatanimiz va vatandoshlarimiz orasidagi haqdorlarga qilayotgan sadaqa, xayr, ehson, xizmat va yaxshiliklaringizni Yaratgan egam dargohida qabul aylasin. Aytgancha, Ramazonda berilgan sadaqaga 700 baravar va undan ziyodroq ajr yoziladi.